Salom, salom. Men bugun bitta narsadan o'ta ham xursandman. 60 ta bo'ldik biz. 60 ta obunachi bo'ldi. Buning uchun qanchalik qiynalganimni bilmaysizlar, do'stlar. Deyatim orqamda nima turibdi bilmadim. Xullas unga e'tibor qilmaymiz. Men buning uchun qanchalik ter to'kdim o'zi ham. Men shuning uchun bugun 60 ta bo'lganimizdan yangilik kiritmoqchiman. Xullas 60 ta obunachi bo'lgan bo'lsa, shunga yarasha TNT portlataman. Xo'sh, nechta portlatsam ekan? Bo'pti. 60 ta bo'lganimizga 60 taga 100 ta. Yo'q, 100 ta emas ekan. Men unga qo'shib turib 60 ta 10 ko'paytirish 100 bo'ladimi? Xullas 60 ta 10 ko'paytirish 100 bo'ladimi deyman. Xullas 600 ta TNT portlatamiz bugun do'stlar. Shunaqa videolar qiziq bo'lsa, har doim biz masalan mana 100 ta bo'lganimizdan keyin 1000 ta TNT portlataman men. Qani bo'lmasam, let's go. TNT olamizda portlatishga o'tamiz. Mana TNT. Va biz uni chaqish uchun ishlatamiz. Xo'sh. Biz qayta qo'shdik ekan. Bir katta joy kerak uning uchun. Mana bu joy bo'ladi masalan. Endi esim tushib ketyapti bu gapni eshitib turib. Yo'q, bo'ldi xullas. Endi esim tushib ketdi. Chakni eng oxirga qo'yib qo'ygan ekanman. Xullas men o'yladim. Mashdan yaxshiroq joy yo'q ekan. Masalan, tayyor qilingan holini ko'rsataman hozir. Va biz tayyor holatga keltirdik. Shunga tushib olaylik. Mana. Mana o'sha TNT. Xullas biz shuncha TNTni portlatamiz. Agarda shu videoda orqasidan yana nechta obunachi kelsa, obunachimiz agarda mabodo 100 ta bo'lib qolsa, 1000 ta TNT portlataman. U ancha ham katta bo'ladi. O teparoqqa chiqadi bunda. Ancha. Xullas biz portlatamiz. Va Minecraft kodi. Yo-mayo. Hour later. Wow. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Xo'sh. Hamma yo'q. Wow, buni qaranglar. Ahvolni qaranglar buni. Voy, view mayalarga ketdi-yu. 600 ta TNT'da qolgan ishi bu. Xullas, sizlar bilan yana shu Regen bo'ldi, prosta akkauntimiz kelgan xolos. Hali ham o'sha Regen. Qo'lim qani meni? Bitta qo'lim qani? Qani? Xullas, men sog'ayib bo'ldi. Xullas, sizlar bilan o'sha Regen bo'ldi.